Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari hamda hamkasblar. Mana bugun 2026-yil 19-iyun kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malik hududidagi Aslon ibn Rahmon fermer xo'jaligining 30 gektarlik g'alla maydonidamiz. Ushbu dalaga Alekseyevich nabi ekilgan. Mana bugungi kunda mavsum boshidan boshlab Javohirjon bilan hamkorlikda birgalikda ishlab kelyapmiz. Javohirjon, bormangin dehqonchilikka baraka. Mana bugun o'rimga tushgan ekansiz. Qanday beryapti natijalar? Bir borib kelishga endi boshladik o'rimda. Xudo xolasa, o'rimdan kutilayotgan maqsadimiz 80-90 100 sentnerga chiqarish. Xudo xolasa. Hozir hisob kitob bir borib keldi. Shu 80-90 dan o'tyapti, endi hali boshiga yeta olmadi. Yog'in barakasini bersin. Mavsum boshidan boshlab biz ekishdan dastlab mana shu bugungi kungacha bu yerga organik hamda mineral o'g'itlar, pestitsidlarimizni tavsiya qildik. Birinchi boshda nimadan boshladik? Suspenziyadan boshladik. Suspenziyadan azot gas tuflash davrida. Azot gas bilan kakoli. Kakoli preparatini suspenziya qilib, barg orqali berganimizda ham juda ham effekti zo'r bo'ldi. Tuflashi ham juda ham yaxshi tuflab, o'sishga ham mana hozirgi kunda turibdi. Nineka qo'ysangiz, nineka kabi ko'chatlar hammasi bir xil. Biri past, biri baland bo'lib qolmagan. Mana shu preparatlar juda ham zo'r effekt bergani uchun mana ko'rinib turibdi o'zi. Vegan o'tlarga qarshi biz Vistarani Plus 41% ligini sepgandik, ketirish ham agrar kompaniyasi tomonidan tavsiya etilgan. Shunday. Unga qanday xulosa beradi? Ochiqchasiga bir hangama qilaylik. Unga xulosa ham juda ham zo'r. Chunki mana g'alla maydonini ko'rib turibsiz, juda ham yaxshi ta'sir qilgani uchun mana faqat g'allani o'zi qolgan, begon o'tlar kuyib yo'q bo'lib ketgan. Bundan tashqari bizga zarar kunandalar, zarar yetkazadi, shimqur, xasvaga qarshi ham o'sha Velicho va sistemali, gaz balanlarni sepganimizda ular ham juda ham effekti zo'r bo'ldi. Mana hozir ko'rib turibsiz, har bir boshliq to'liq. Ana bu kemiruvchilarga kemirganda mana bu tag qismi tut bo'lib qoladi. So'ruvchilar. So'ruvchilar agar bunga zarar yetkazganda sal mana boshoqlar tushib bo'lib qoladi, lekin haqiqatda hozir to'liq hammasini bartaraf qilib, agrar kompaniyasini mahsulotlar juda ham yaxshilayapti. Men bundan xursandman. Sizga rahmat. Haligi yana bitta muammo qolib ketdi. Zang kasalligi qanday bo'ldi? Unga qanday kurashdik? Zang kasalligi ham oldindan ishlab berib qo'ydik. Profilaktik ishlab qo'ydik, lekin mana u bironta zang kasallik ko'rinmadi. Mana bug'doyimiz ham sap-sariq bo'lib, o'zi bilan ko'rinib turibdi, o'zini nimasini, natijasini berib turibdi. Bu yer endi zaxira joylarda. Boshoqni eng kattartirishga biz oxirgi sizlarga berdik. Avalon 0.48 ga mikroelementlar to'plami. Shu natijalar ko'rinib turibdi-da. Mana boshoqlar tikka turib, mana og'irligidan mana egilib, hosil juda ham zo'r. Javohirjon barakasini bersin. Sizlar bilan hamkorlikda ishlaganimizdan mamnunmiz. Dehqonchilikning barakasini bersin. Mana hisob kitob so'rayapmiz. Boya hisobimiz bo'yicha 80 bo'lsa, endi sal beriroqqa qarab harakat qilaversak, oxirgi natijani beradi. 100 sentner olib, Sirdaryo viloyatining oldi bo'lib yuraveringizlar. Hamkorlikda ishlaganimizdan mamnunmiz. Charchamangizlar. Rahmat sizlarga kelganlarga.